Do'stlar, firibgarlar yana bitta yangi yo'l o'ylab topishibdi. Hozirgina xabar keldi Telegramdan 7 million so'm qarz so'rabdi yaqin tanishimiz. Ko'rgan fuqaro o'ylaydiki, meni pullarimni hech qachon firibgarlar tortib ola olmaydi mazmunida bee'tibor o'tib ketadi. Ikkita o'g'il bola kursdoshimdan 500 mingdan olgan ekan, lekin aslida u men bo'lmaganman. Ahamiyat berishmaganligi uchun 500 mingdan 1 millionga tushib qolishdi. Masalan, 1 million pulingni men 1,5 million qilib beraman 2 soat ichida deydi. So'nggi 5 yilda axborot texnologiyalari orqali sodir etilayotgan jinoyatlar soni 68 barobarga ortdi. Kiberjinoyatlar nafaqat yakka shaxs, balki butun jamiyat va iqtisodiy barqarorlikka jiddiy ta'sir o'tkazadi. Bugungi kunga kelib ularning turlari ham ortib ketgan. Avval 18 turi mavjud bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib 62 taga yetdi. Firibgarlar o'zi qanday sxema asosida ish yuritadi? Hozirgi kunda eng ko'p jinoyatchilik tendensiyalari bu kiberjinoyatlar bo'lib, kiberjinoyatlarning ichida ham eng yuqori ko'rsatkichlarda turgan turi bu, ya'ni virusli havolalar orqali zararli fayllarni aynan Telegram messenjerlari orqali tarqatish bo'lib, unda quyidagicha sxema orqali ishlashadi. Ya'ni zararli havola yaratiladi va u orqali fuqarolarga telefonlarning, ayniqsa Android qurilmalari uchun mo'ljallangan bo'lib, bu virusli ilovalar ularga Telegram orqali yuboriladi. Yuborilgan Telegram virusli ilovani ochib qo'ygan fuqaro nafaqat o'ziga, balki yaqinlariga ham katta xavf tug'diradi. Chunki birinchi navbatda Telegram messenjeri qo'lga olinishi bilan uning yaqinlariga, tanishlariga xuddi shunaqa viruslarni u tomonidan yuborish amalga oshiriladi va akkauntdan uning egasi chiqazib yuborilib, aynan firibgarlar tomonidan boshqaruv butun to'laqonli qo'lga olinadi. Aytaylik, Toshkent shahrida sodir etilayotgan 10 ta jinoyatni 7 tasi aynan axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar hissasiga to'g'ri keladi. Masalan, hozirgi kunda eng ko'p uchrayotgan usulidan boshlay qoling. Internetda, ijtimoiy tarmoqlarda, Telegram, Instagram, Facebookda hozir soxta treyderlar juda ham ko'payib ketgan. Bu soxta treyderlar qanaqa bo'ladi? Ya'ni o'sha internet foydalanuvchisi o'zi tanimagan shaxs bilan muloqotga kirishadi. Muloqot davomida ular aytadi, pullaringni ko'paytirib ol deydi. Qisqa fursatda yoki bo'lmasam uyda o'tirib pul ishla mazmunida psixologik bosim o'tkazadi. Mana sxemasi quyidagicha. Masalan, 1 million pulingni men 1,5 million qilib beraman 2 soat ichida deydi. Sizning Telegramingizga boshqa odam ulanish imkoniyatiga ega bo'ladigan bo'lsa, qaysidir yo'llar bilan havola yuboradimi yoki APK fayl jo'natadimi? Bu degani siz haqingizdagi bor, sizni pullaringizni o'marish mumkin bo'lgan kalitlar o'sha yerda. Bemalol foydalanib, sizni pulingizni yoki boshqa fuqarolarning pulini talon-taroj qilish mumkin. Endilikda siz oddiydek ko'ringan havola yoki ilovani birgina bosish orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni, sizga tegishli bo'lgan moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini hamda telefon ustidan nazoratni o'z qo'lingiz bilan topshirib qo'ygan bo'lasiz. Hozirda yana bir firibgarlikning eng avj olayotgan ko'rinishi, jinoyatchi Telegram messenjeri orqali o'ziga maxsus profil ochadi. Boshqa fuqarolarning profillarini ikkinchi soxta nusxasini yaratib, ularning tanishlari hamda yaqinlaridan pul so'raydi. Kursdosh yigitlarimiz telefon qilib, bizdan olgan pulingizni berasizmi? O'zimizga ham pul kerak bo'lib qoldi deyishdida. Men hayron bo'ldim, chunki hech qaysi kursdoshimdan pul olmagandim. Hayron bo'ldim. Yo'q, men sizlardan pul olmagandim-ku desam, yo'q, meni yozishmalarimizni ham yaqinda o'chirib yuboribsiz, dedi. Keyin aytdim, men sizlardan qachon pul so'radim deb hayron bo'lib so'rasam, bir hafta oldin yozgandingiz, kechasi soat 12 da biz juda ham pul kerak bo'lib qoldi, singlimni kontraktiga pul yetmayapti, o'shanga yordam qilib tursangiz men sizga bir haftada qaytaraman deb aytgandingiz-ku, dedi. Ikkita o'g'il bola kursdoshimdan 500 mingdan olgan ekan, lekin aslida u men bo'lmaganman. Shunaqa vaziyat ma'lum bo'lib qoldi. Meni Telegramdagi rasmlarim, qo'ygan postlarim, istoriyalarim, hattoki niklarim, yozgan yozuvlarimgacha bir xil bo'lib turgan. Ularda shubha bo'lmagan, bu men emasligimga shubha tug'ilmagan. Telegram akkauntini ochish gruppalarga kirib, o akkauntdagi bitta insonni Telegram akkauntini klon qilib, o'zlashtirib, uning nomidan tanishlariga pul so'rab yozib, o'zim kart raqamiga pul tushirib olaman. Yani ishimdan tushgan boshqa nazorat Bugun Telegramda jamiki shaxsiy ma'lumotlarimizni saqlaymiz. Pasport deymizmi, shaxsiy ma'lumotlarimizni, fotosuratlarimiz, kerak bo'lsa
parol va loginlarimizni ham aynan Telegram messenjerga ishonib topshirib qo'yganmiz va buning oqibatida firibgarlar osongina telefon boshqaruvini va shaxsiy ma'lumotlarga ega chiqishadi. O'zbekistonda Telegram messenjeridan umumiy hisobda 20 milliondan ortiq, Instagramdan 9 million, Facebookdan 8 million, YouTubedan esa 12 millionga yaqin inson foydalanadi. Eng ko'p aholi aynan Telegram messenjeridan foydalangani bois, eng ko'p firibgarlik holatlari aynan shu ilova orqali sodir etilyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan turli ogohlantiruvchi videolarning ko'payayotgani ham vaziyatni keskinlashib ketayotganligini ko'rsatadi. Bu inson O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar xodimi. Menimcha bu insonning o'zlarining ham xabarlari bo'lmasa kerak. Sababi firibgarlar bu insonning rasmidan foydalanib Telegramda profil ochishgan. Va sizga go'yoki majburiy ijrodan qarzdorligingiz borligi to'g'risida soxta dokument tayyorlab, tegidan familiya, imya, otchpangizni yozib va tegidan ijro reyestri deb APK fayl yuborishadi. Ularda yangi yilning eng yaxshi xodimi, menga ovoz yig'ishda yordam bering, eng yaxshi ona, kartangiz bloklandi, yutuqli o'yin kabi yolg'on xabarlar yoziladi va havolani bosib ovoz berishingizni so'raydi. Akkauntingizni egallab olgandan so'ng 2-3 kun davomida sizni kuzatishadi va yaqin tanishlaringizdan qarz so'rab murojaat qilib, hozir dorixonada yoki kasalxonada ekanligini ma'lum qilib, sizni nomingizdan qarz olishadi. Kiberjinoyatlarning barchasi ham O'zbekiston hududidan turib amalga oshirilmaydi. Ogoh bo'ling. Xorijiy raqamlardan qo'ng'iroq bo'lganda darhol javob berishga shoshilmang. Bu turdagi jinoyatlar faqat O'zbekistonda emas, butun jahonda sodir etilmoqda. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham yoki Rossiya Federatsiyasida ham, boshqa davlatlarda ham aynan mana shu turdagi jinoyatlar bugungi kunda dolzarb muammoga aylangan. Bu turdagi jinoyatlarni ko'p qismi, 70% dan ko'prog'i aynan chet el davlatlaridan turib sodir etiladi. Endi jabrlanuvchilarni ichki ishlar organlariga yoki huquq muhofaza qiluvchi organlarga qilgan murojaatiga qarab shaxsi aniqlanadigan bo'lsa, gumonlanuvchini mana bilasiz, xalqaro qidiruv tashkilotlari bor, Interpolga beriladi. Deylik, sizga yuborilgan noma'lum havola yoki ilovani bilmay bosib qo'ydingiz. Endi nima qilish kerak bo'ladi? Mutaxassislar bunday vaziyatda iloji boricha shaxsiy ma'lumotlaringizni tezkorlik bilan himoyalash kerakligini ta'kidlashadi. Demak, agar siz ilovani, zararli ilovani o'rnatib qo'ygan bo'lsangiz, zudlik bilan internetda o'chirishingiz va ilovalar ichidan notanish bo'lgan o'sha zararli ilovani qidirishingiz shart. Chunki aynan birinchi navbatda ilovalar orqali firibgarlar internet orqali boshqarishadi zararli ilovani va internetda o'chirishingiz bilan ular bilan aloqa uziladi va o'zingiz o'sha ilovani topishga harakat qilib uni o'chirib yuborsangiz, xavfdan xolis bo'lasiz. Agar uni uddalay olmasangiz, eng yaqin ichki ishlar organlariga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi galda firibgar qo'ng'iroq orqalimi yoki ijtimoiy tarmoq orqalimi aloqaga chiqadigan bo'lsa, men fuqarolardan so'rardimki, hech qachon ularni psixologik bosimiga uchib qolishmasin. Eng muhimi jihati kimni nomidan chiqishidan qat'iy nazar rasmiy tashkilotlar, davlat organlari hech qachon fuqaroga telefon qilib pul borasida gaplashmaydi. Huquq muhofaza qiluvchi organ vakillari ham yoki boshqa tashkilot vakillari ham hech qachon shaxsiy ma'lumotlarni birovlarga bermasin. Bank plastik kartasi bo'ladimi, haydovchilik guvohnomasi bo'ladimi, ID kartasi bo'ladimi, hech kimga hech qachon bermaslik kerak. Keyin bu narsani bizni bolalarimizga ham o'rgatishimiz kerak. Ogoh bo'lishlarini so'rab qolardim. Agar qanaqadir bir firibgarlarga yoki o'g'rilarga aynan internet orqali duch kelib jabrlanuvchi bo'lib qoladigan bo'lsa, bizni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 7/24 rejimda ishlaydigan 102 raqamimiz doimo xalqimiz xizmatida bemalol qo'ng'iroq qilib murojaat qoldirsa, murojaatlari ko'rib chiqiladi va jinoyatga jazo muqarrarligi ta'minlanadi.